Buxgalterlarda uchraydigan top 5 ta xato. 5-xato sizni buxgalteringizda ham bo'lishi mumkin. Birinchisi, hisobotlarning kech topshirilishi. Ikkinchisi, soliq hisobotlarini bir-biridan farq qilishi. Agar bitta soliq hisobotini ikkinchisi bilan solishtirsa, albatta farqli chiqishi. Bundan tashqari, foyda soliq hisobotini noto'g'ri to'ldirilishi. Bu o'z navbatida kameral soliq tekshiruvi chiqishiga sabab bo'ladi. 3-xato, birlamchi hujjatlarni to'g'ri yuritmaslik. Bu o'z navbatida tekshiruvlarda qo'shimcha soliq hisoblanishiga sabab bo'ladi. 4-xato, soliq qonunchiligini kuzatmaslik yoki soliq organlari tomonidan yuboriladigan xabarlarni vaqtida o'qimaslik. Bu o'z navbatida soliq organlari tomonidan ogohlantirish xatlarini muddatini o'tkazib yuborilishiga va tadbirkorga nisbatan choralar ko'rilishiga sabab bo'ladi. 5-xato, buxgalter o'zini biznesda oddiy operator sifatida qaraydi. Biznes egasi esa uni soliq maslahatchisi, auditor, finansist, yurist sifatida ko'radi. Buni natijasida soliq strategiyasi va strukturasi ishlab chiqarilmasligiga va mavjud imtiyozlardan to'laqonli foydalanilmasligiga hamda raqobat muhitida soliqni kamaytirish uchun soliqdan qochishga majbur bo'ladi. Soliq bo'yicha tekin va foydali ma'lumotlarni olish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.